Assalamu alaykum, keng to'y dunyosidagi ko'rurmanlar. Minglarning oilamizningki bola beqish to'g'riliq ta'sirotlarimizning ikkinchi qismiga xush keldinglar. Oldingi qismda biz shu odamniki badan signallarini qanday his qilish, shu bola beqish jarayonida bolalarni qanday kuzatib, signallarni yaxshi yetaklab tushuntirish, bolalarniki yetilib üst bitilishine ne kadar mühim rol oynadığını his qilganlarimizni bir umumyüzlük ufqunlarni so'zlab o'tgan to'q. Nurg'un do'stlarimiz, ko'rurmanlar shunday yaxshi imkoniyatlarni qaytiribdi. Ayolim ikkimiz shunday hayajonlanib xush bo'lib, sizlar bilan sizlarning yoqdag'inlarni ko'rib shunday hayajonlanib xush bo'lib, tag'in ilhomlanib mana ikkinchi sanni suratga olyapmiz. Hamda do'stlarimizdan kelgan asosli imkoniyatlarning biri bo'lsa, shu ufqum bak yaxshi ufqumga, lekin tag'in tafsiliy misollar orqali tushunib beshinglarni o'tgan misollar orqali bir tag'in inchika tushunchalarni bersanglar biz tag'in yaxshi tushunib ufqumga erishsak degan imkoniyatlar bo'libdi. Shu sabab bilan shu bu qismda endi davomli shu balalarimizda yapamızın şu bal beqish jarayonida biz o'zimiz yeni ko'rib, o'zimizning shu izlanganlarimiz, ayollarning his qilganlarini tafsiliy yana bir inchika tushunch berishni o'ylab chiqdik. Shunga sizdan davomli bu vaqtda men sizni gapingizni uzatmayman. O imkoniyatlar var. Lekin men tushunmagan niyalarım bo'lsa, men sizni to'xtatib qo'yishim mumkin. Bo'lsa shuni bir qisqacha yana bir qitim inchika tushuntirsangiz. Ma'qul. Shu oldingi qitim degandek odamningki o'xshamagan sezimlar bor. Hamda to'la sal qaraydigan ham pek diqqat qilib ketmaydigan shu sezim odamningki ishga zoidagi bizga bergan signallar. Hamma odamningki uning qarta bergan inkas o'xshamaydi, chunki hamma odamning sezimi o'xshamaydi. Hamda bu xil narsalar boshda men his qilgan narsam shu 5 nuqtadan so'zlasam bo'lganini his qildim. 5-lisi shu qo'zoq aytishningki qo'zoq ichish, yaloq qilish, ananiki kichik tarat, cho'ng tarat, aniki uyqusi kelish degandek shu 5 nuqtadan so'zlar bakrak so'zlaydim, chunki shu turmushimizda bakrak ko'rilgan narsalar bolalar bilan his qilgan narsalar. Hamda qo'zoq aytishdan burun men his qilgan narsam shu bolalarimda his qilgan narsam qo'zoq aytishdan burun bir xil jili bo'lishlar bor, o'zimizning bog'i hamda jili bo'lish, ananinkin bir xil energiyasiz, bir xil beshqayamdi yo bir xil ishqa nima qilishini bilmaydigan, bir xil birdan kelib birimda boqidi, yeni oyoq ketidi, shunday bir xil ahvollarda. Shu men odatda shu qosqon onu qilmay birdan buni qilmay. Unchalik kuchli emas, lekin shu birdan yenimga keldigan, ashta bir xil binas tegisi bor, lekin ya bilmaydi, ashunda bir xil. O'z bilmayapti, desqilmayapti. Ashunda bir xil tuyg'udan. Shu men qo'sqon ashqa qandaq qo'sqonz ashqazingiz bir xil quruq bo'lganini his qilsiz, ashta his qilatamsiz deb shundaroq yetakladim. Ustigan vaqtingizda gallaringiz qurib, og'izlaringiz bir xil qurib ketadi, shuni ustab suv ichib olasiz. Chunki odam suvsiz bo'lib qolsa bir xil ruhsizlanib, bir xil energiyasizlanib, bir xil bo'lib qoladi ba'zan vaqtlarda. Shu uni bir tushuntirdim. Ikkinchisi, hamda men his qilgan narsam, ikkala bolamda ko'rilgan narsa, shu yalab qolsa, yallam bo'lib qolsa, boshqa narsa yo'q, yallam bo'lib qolsa, bir xil oson cho'chiydi, oson qo'rqaydi, bir xil kichik kishilardan bir xil cho'chib, biza ovozini bo'lsa-mu cho'chib, ashtaq bir xil ahvol. O'zini erkin qo'yolmaydi, bir xil cho'chib, bir xil qochgan, bir xil birdan chin quchoq bo'lib odamni degandek-chi. Ashtaq bir xil. Aslında alamatlar ko'rsa siz men bilmayman, chunki yaloq qoldi deb tushunmayman, chunki ishga asosida bolalarga tushuntirsiz. Yaloq qolsiz, ish qilsa yo'q deb bilmayman, deyman. Unda bek Mesela yetaklamsiz mesela yaloq qolsiz yo bundan boshqa inchiqlab yo'q, chunki uni men hozirgacha
Şu məsələn bəzən işlərdə bir xil asan çöçüb qısa, bəlkə yallıqanda hazır da göz tutqan bolğan kimi. Çünki köpünçə ahvallarda aşındaq bir xil əlamətlərini his qıldım. Asan çöçüdüğən bolsa, yallıqan buluş mümkün. Deməli ki, 100% hər vaxt aşda bulu deyəməyəm. Çünki bəzən xil rəsmiyəm, aşı bəzən işlərdən çöçüb qalış mümkün. Lakin aşı iş təsir qilgan vaqtning o'zi, aş daqiqaning o'zida yallikmi bo'lib qolgan bo'lsa, u bakrak bir xil cho'chiydi degandek narsani his qildim. Uchinchisi shu kichik tarat kelishdan men bakrak chiqargan his qilgan narsam, chunki ikki bolam 2 yil islam hozir shundoq narsalar to'la yetaklayapman. Kichigini deblar eleveray bo'ldi. Kichigininki yana tug'ilib 6 oy bo'lgan vaqtda shunchalik bearam bo'ldi, kechasini chiqdim, uyg'onatdi, yig'lagan vaqtida shundoq bearam bir xil yig'laydi, bir xil chiyqirib, g'azab ochiq yig'laydi. G'azab ochiq bir xil yig'laydi, vaqirab, quloqning tuvdlam, qilib chiyqirib boshlab qildi. Biz buni boshda buni ochiq yomon o'xshaydi deb o'ylagan. Oqib borganda shu men doktorxonaga bir ko'z boqaylik, menchi bir yer bir qandoq deb so'rasak doktordan shu sudik yo'li yolg'onib qolganini ehtimolligi bor dedi. Yo'q, ashda tekshirib chiqdi-ku shu. Aqida tekshirib chiqdi. Shunga hozirgacha bu kichik taraf kelishdan burun shunchalik jili bo'ldi, shunchalik bir xil egizpasliklar ko'rildi. Agar u kichik taraf kelishdan burun tan qo'shilib, masalan, yalib qolgan bo'lsa, u bir darajaga chiqdi olam. Masalan, men bir misol keltirsam, yana qo'shib qamsa, masalan, shunda qo'l tam kaz badanida signaldan. Masalan, akun kashda kichiknaqda tish chiqyapti-da. Shunga tishmi chiqyapti-da. U kun kashda uxlatmoqchi edim. Uxlasam faqat yatmadi, 2 kun kashda ashta davomlashdi. Faqat joyini topolmay, uyqusini topolmay ashta bo'lib ketdi. Shun birdan ko'tarsam olmaydi. Bu yilqi ishdan ko'zi ko'rinmaydi, ama ashta yig'lagancha. Shuni bilan lekin birdan saqlab boqdim. Ishqisi yo'q deb, yabimizga yoqmayman ba'zan vaqtlarda. Chunki bunda vaqtlarda quloqiga eshitdim kirmaydigan ahvollar yuz beradi-ku. Ba'zan bolalar unda bakrak diqqat qilish mumkin, ba'zan bolalar eshitdim ko'rmaydi ko'ziga. Bolalar bilan bola o'xshamaydi. Shunga ham yalib qoldi, ham tish og'ritibdi, ham kichik tarat qilg'is kelibdi. Shuning bilan u xil narsalar hammasidan kelgachga başta bir kekadi, oqida bir kichik tarat qildi, onaninkin uxlayoldi. Yo'qdan besiqdi. Besiqib onaninkin asta-asta men silab, onaninkin uxlata oldim. Bu bir narsa, yana bir ish. G'o'z qo'ydan bo'ldi. Shunda ahvol ko'rilgan chog'da sizningki to'g'ri imkon qaytirsangiz bak muhim. Masalan, sizni tan hayajonli jeli bo'lib bo'lsangiz, balniki uzoq vaqt o'tdi, vaqtida asli balniki yesiqlish, badanni yesiqlish sur'atini ta'xir suryaptimiz. Shunday. Bakrak jillaydi, tig'im jillaydi. Anaqa siz tig'im charchaysiz. Shunday. Shu demak, shu men tig'imim vijdon azobda ketman, lekin hay balamga yaxshi imkon qaytaramidim deb. Men jilimsam bo'pti-ku. Shu demak, shu bizniki bolalarning shunday o'zining badanini signalini his qilolmayotgan vaqtda bizniki to'g'ri imkon qaytarishimiz muhim o'rin turdi, pek muhim. Biz cho'qim tamkin bo'lishimiz kerak. Sabrchan, bak tez charchagan Mushu nuqtalardan bilalisak, bakrak kuzatib his qilolsak, onanikin tig'imdimi, balkim badana bir qanday signallar berayotgan bo'lishi mumkin deb Bizə olsun özümüz toxtala alırsak, birdən küzətsək, birdən Hərgiz səbəbsiz iş yox. Hərgiz səbəbsiz yığlamaydı da oylayma, həm də mən çoxun bir səbəbi var da oylayma. Bu bir, yeni birisi həm də rast misallarını qaldıratımız var. Məsələn ki, bir bala, mən alımcan da alayım. Bir bala absidadısı bilən oynaydigan yerga borgan vaqtida o gün yağmur yağıbdı ekan. Yağmur yağganlıqdan selg'ishlarimiz yo'lib ketibdi. Shuning bilan keyin boshda deyishgan vaqtida, olimjon bilan deyishgan vaqtida
Selg'ushlarimiz yo'lga qanaqa qilsa desak shundoq ochiq yo'ruq ig'ir bezqillar hech qisi yo'q men o'ynayman degan. Oqib borganda tuyuqsizlar o'ynayotgan odam tuyuqsizlar aşağıda turiblam yo'q yo'lga deb yig'lab tuyuqsizlar boshlab qoldi. Şu o baladaki atanız kelib, "Voy balam, amsi ish qilib kelaqdim kelib o'ynamdi" desa, yig'lab turib, aşı shundaq bearamchilik hozir o'yinig'isi bor, yana yo'l, qanaqa bo'lmay, ashtaq aql ko'rib, ashtaq ko'rib turib. Şu anda bo'lgan keyin orqadan "Bo'ptamiz kelaqdim kelib o'ynaylik" deb bo'lib, yo'lda menayotgan orliqda bu Alimjon opasiga "Apa mening kichik tarafim keldi" deganni bildiribdi. Shu demakchi o'g'lim bunda ahvol bizningki, masalan, mening turmushimda bechiq ko'rildi. Kunlik ahvollar, Masalanga, shu signal kelayotgan daqiqaning o'zida bir ishlar yuz berib qolsa, u ish bek yo'g'inib ketadi. Bir narsalar yapılmasa, suv ichmay deb qolgan bo'lsa, hadab suvni akapasangiz, "Yo'q, suv ichmayman" deb tuyuqsizlam yig'lab ketadigan ahvollar yuz berdi. İş birden içmeydigan, birden içmeyme deb uningki yig'lab degandek ahvollar yuz berdi. Demakchi o'g'lim badani signal berayotgan vaqtning o'zida onasi bakrak ta'sir qilib ekanda bolaga. Bu bir ana siz shunga shu shunday ahvol ko'rgan so'raysiz, badanoz bunday holatdan. Lekin hamma vaqtda so'rab qolmaymiz, chunki ba'zan vaqtlarda bola badanoz qanday tuyg'u bo'lyapti deb ba'zan vaqtlarda so'ralaymiz, ba'zan vaqtlarda bola hamkorlashmaydi uningga. Shunga men ba'zan vaqtlarda so'rayman, bolaning ahvoliga qarata. Masalan, bola unchilik bak egizpas bo'lgan vaqtlarda men so'rab badanoz signal beryaptimdi, kichik tarafingizga kelyaptimdi deb so'rayman. Deb kirdi, yoqtisi mayli, o'zi qo'yib turma. O'zi his qilish kerak deb o'ylayman. Qayta so'raymiz, majburiy akirib undaq qilmayman, chunki o'zim his qilish kerak undaq narsani. Men shu taklif berman, qolgan qilamdi o'zimki qarori. Agar faqatlam qo'lga kirmay qolsa, yo'q, men undaq bo'lmadim deb qolgan vaqtlarda men qo'pib shunday o'zimni bil qilib, badim cho'qon bir ishlar bo'lyapti, bolam hozir bilmayapti, men aslo taraqqiy qilyapti, undan narsalar menda tushunmadi. Shunga o'ziga biza vaqt beray, o'zimdan bil qilay deb, yana uni buni deb amisi ishimiz maishni qilib baqamdoq deb asta kuzatib, ananinkin o'zi tabiiylam kirib bo'lgandan keyin birdan ananinkin yana tushunch berma. Rahat vaqtida tushunch bersam, tig'imdimi kallasi yaxshi qabul qildigan uchurlarni. Shunga deyman, qarang, opay bunda bo'lgandi, esingizda bormi? Bunda jili bo'lgandingiz, birdan anda baqdingiz, birdan manda baqdingiz. Men asta his qildim. Sizning badanoz qanday his qildi shu vaqtlarda? Endi mushu narsalarni ishimiz yana jiqroq kuzatib, jiqroq his qilib baqaylik. Men sizga yordam qilay, badanni yaxshiroq kuzataylik degandek narsalarni deb turman endi. Şu asta balamı deblam hozir ish qilib ilgilash bek cho'ng. Ish qilib 2 yil balamda. Shu musharqiliq yetaklab turgan bir mazgil vaqt o'tgandan keyin bolalar ufqum shakllandi qalasida. Aslida bundaq o'tdi-da, asosda. Lekin hargiz zo'lmaymiz. Asosda naqni o'z diqqat qilgan bo'ldi. O'zigadan menga bo'ytibdim, o'zimni kirib qilay-chu deb. Bu tarbiyalashning bir jarayoni. Esiga oldida, "Apa bundaroq davatgan teras mushtamudi" deb sinab boqishdi deb o'ylayman bola olgankin. Bu bir kichik tarafni, cho'ng tarafga kelsak, men endi yesgan narsam bolalarning cho'ng taraf qabziyat bo'lib qolgan vaqtida, ko'miz kelayotgan vaqtda ash daqiqaning o'zida his qilmaymiz. Ba'zan holda bir kun vaqt ketadi, ash ichi kelishga bir kun vaqt ketadi. Ash bir kun ba'zan holda beorom bo'lishi mumkin. Ba'zan holda bir kun bo'lib, ikkinchi kuni kelishi mumkin. Shu buni hamma odamniki o'xshamaydi ekan. Lekin asta yetaklab, asta tushuntirib qilgandan keyin ularni erkin tutib o'zini, meni badnim bundaq signallar beryapti. Men o'zim erkin qo'yday degandek bundaq o'zini badnim erkin tutsa, men ichimni yaxshi keldigandek his qildim. Yana bir narsa shu bolaning hazm qilish sistemasi yetilayotganligi uchun Palanç narsalarni esa bir xil badani uni bilmay,
hazm qilolmaydigan yoki bo'lmasa boshqacha bir xil inkas qaytaradigan ahvollar yuz berdi. Unda vaqtlarda bolalar qanday inkas berishni bilmaydi. Unda vaqtida biz agar ig'ir besiqlik bilan yaxshi inkas qaytara olsak, bolalarmi shu biz bergan inkasni o'zining badaniga berib, asta-asta yaxshi bir taraf qila olsa, kelar qatam shu xil narsalarni yeganda asta-asta ananikin o'ziga signal berib, hech qisi yo'q, badanim undaq ishlar yuz beryapti deb asta-asta ichimni bak qetib, undaq tutib oladigan ahvollar yuz bermaydigandan his qildim, chunki men o'zimni boshlashda sinab baxtım, sizlərmi asta küzdü, yine sinab. Ma'lum yemek içmekler, yemek yegen çağda. Mesela meğizde bir misal alaylı. Köpünç bala meğiz ise iç qetib qaldı aqalar. Şuna biz men şahsen to'la chekleydim başta. Bir xilliqi bir daraja chiqib, balaning bir xil. Bala bir xilning bo'lib qoldi. Sizning shu kayfiyatingiz qarab, bala yegandan keyin tig'ima shu badan mundaq o'zini erkin qo'ya olmaydigan bisimiz qilib. Men başta bek chekleydim. Men başta qo'lni içiniz qetib qalsa siz bek ekspress o'tib ketgansiz. Men nim qilolmaydiganman deb o'ylagandim. Aqığı berib o'ysam bu meğizninkimi uncha foydali yerlari bor. Uning ustiga men ertaga cho'ngib kelsa, aqı kirib ani yangman, yeman ani qiling demayman. Şuna asta-asta ananikin yang yegansiz bo'lsa yang deydigan bo'ldim. Şuna asta-asta ichi qetishdan burunqi alomatlarni men his qilib, sezgandan keyin men uning qarta asta-asta o'zimni erkin qo'yib ig'ir besiqliklar inkas qaytargan bo'ldim. Masalan, meğiz yavlib, ichi qetib, jili bo'lib qolgan vaqtlarda men bilaman ashtaq bo'lganini, shunga men bir xil o'zimni tutib olib, ichi qetib qoldi, yoki bo'lmasa ichi kevyotdi. O'zimni tanishgan holda bolamga siz hozir bexatar degandek mundaq tuyg'uni berib, o'zini erkin tuta olsa, meğiz yegandan keyinki o'ziga bu oshqozonlarga, uchaylarga bergan ta'sirmi asta-asta erkin qo'yildi ekan. Shunga hozir meğiz esa hazm yaxshi qildi. Hazm yaxshi bo'ldi ekan. Shunga hozir meğiz esa ich qatmaydi-ku. To'g'ri. O'zimni degan to'g'ri qanchaqdan ma'lumot ishim qilib qoldi. Chunki asosda o'zi tushib yotgandan keyin ana o'zi to'xtaman biza o'z dedi biza yesam jiq qatmaydi deb o'zi yeb. Lekin hozir qanday yesa yeydi? Ich qatishi bek oz. Bek az. Hozir shu narsalarni yesib qo'ygandan keyin o'zining signalini asta-asta ufqum shakllansa, o'zi mana qilib his qilib, o'z vaqt-vaqtida imkon qaytarib badanning signaliga. Erkin qo'ydidan bo'ldi. Hozir erkin qo'ydi, bir xil daq tutib olmaydi degandek ahvollar. Ananikin men tavsiyam emas, endi uyda qanday badan to'g'riliq kitob bo'lsa mayli. Men mushtaqilqa uchaylarni ko'zitib, masalan, oshqozoningizda, masalan, yeysiz bir narsa yeysiz, yoki bo'lib gilozdan o'tib oshqozoningiz kirdi, oshqozon kirgandan keyin xuddi meva izish mashinadaklam hamma narsani ushshaq qilib asta-asta keraklikligi sizga energiya beradi. Keraksiz narsalar asta-asta uchingizda map cho'ng taraf qilasiz. Agar siz qisib olsangiz, bu xuddilik mashina qatnash qistonchiligidek mashinani ko'zitib tushuntirib qo'yganman. Qaldishliq ekranlashtirish huquqida o'ylashdan mashinani tushuntirsin. Mashina to'xtab qolsa, oldidagi mashina to'xtab qolsa, orqadagi mashina mangmaydi degandek tushuntirishlar berdim hamda. Ammo men tushuntirsam shu, masalan, moyada to'xtab qolsa, orqadagisi mangmaydi. O hammasi yig'lab kelaversa, u vaqtida qo'zg'ingiz og'ritadi. Og'ritgandan keyin siz tig'imdimi yo qilmayman degan siri u og'ritaversa, u vaqtida u tig'imdimi ta'sirlashidi deb tushuntirdim. Şu an bunu bir qatim bilan bo'lmadi. Bu bir qatim bilan men tushunib, men bunday gadaplar bilmadi. Ne chiqatim? Takrar bo'lgan shu narsaga takrar qilish Takrar deb bo'lgandan keyin asta-asta deb ananki o'zi o'tgan vaqtida hozircha o'ylaydi. Badanimda mengyotidi deb erkin qo'ydigan bo'ldi hozir. Burun tan kirishib ketdim. Hozir o'zim erkin qo'yib, "Apa, men o'zim chaqiray" deydigan bo'ldi.
Şu bundan narsalarni şu lekin hamma bolaning tushunish qobiliyati o'xshamaydi. Ham yeshim o'xshamaydi. Masalan, nimasini o'xshamaydi. Shunga bolalarga qarata qandoq tushunsa, yo'q tushundu desanglar, shundoq tushundirib bersanglar, mencha pek muhim deb o'ylayman. Masalan, kichikroq bolalarga, masalan 1 yoshga kirgan bolalarga unda tushundirsanglar, mencha pozitiv tushunib yetamaydi. Men qo'llangan narsa men shu signal balamning signal berayotgan vaqtda bilgan bo'lg'achqa o'zimni bakrak tutib oladigan bo'ldim. Men bakrak to'xtaydigan bo'ldim. Men hech qisi yo'q, birdaniga o'tkitdi, birdaniga qilib bo'lgandan anankin desam bo'ldi deb 1 yoshga kirsa bolalarga ancha pek tushunmagan bolalarga shu menchi bo'lsa masalan kichik tarat qilib bo'lgandan keyin anankin qarang kichik tarat qilgangiz kelibdi. Normal ahvol badan ashta harakatlandi. Qarang cho'ng tarat qilibsiz, hech qisi yo'q deb mundaq bir xil tushundirma qilib bo'lgandan keyin. Chunki qilishdan burun jibi bo'layotgan bir bola Qolishim kirmaydi. Bilmaydi, uni bu kichik bo'lsa tushunmaydi-ku. Shu u bir anankin uyqusi kelgan vaqtida bundan shu ham tug'ilgan babax vaqtidan boshlab biz deyishgan to'g'ri gapni, cho'ng odamga qanday gap qilsak, ya bo'lmasa kichikda har vaqt babax bo'lsin va shu tafsir astayda bilan tushuntirib tursa, takrar vaqtida va shu kichik vaqtdan boshlab shu gaplarni, shu hukmlarni ilqi bizning cho'nglarimiz bu kichik tushunmaydi deblarni babax tiliga qilib va bo'lmasa jiq narsani tushuntirmay o'tgandan millat bolalar tushuna oladi, ilqi asta hazm qila oladigan narsa. Lekin biz shunday masalalarga sal qarashqa nurg'un bolalar shu signalni sezish nimasini toza oltin vaqtlari deymizmi, toza his qilib, tig'imi tushunib, sog'lom tig'imi sezimi ochiladigan vaqtda biz kichik qilib tushundirmaganki, bular his qilama shuni boshqa narsalar chechilib, shu bu sezimlar taq etilib biz xuddi biz o'xshash ingliz shutdown deymiz, nurg'un bizniki shutdown. Tashqi muhitdan ko'rishi mumkin. To'g'ri. Lekin tig'imda chiqib psixik masalalar ko'rishi mumkin. Shunaqa ehtimolliklar bor. Uni shutdown bizsa u tashqi muhitdan ko'rib tig'imda chiqib masalalar ko'rishi mumkin. Shu bu narsani men muhim ko'raman. Lekin kichik vaqtlarda men o'zimning qo'llangan usuli masalan qo'shiq ochgan vaqtida masalan biz yezgan bo'lsak qo'shiqimiz ichibdi deb bir davitib anandan keyin tomoq bersak yoki bo'lmasa qo'shiq ochmaganda yezsak qo'shiq ochmagan bo'lsa amiz nima qilamiz deganda bir gaqib turibchi bolalarga bu narsalarni tushuntirib turib kichik taratqimiz kelyapti buni kirib boqamdi deb har vaqt har zamon deb turib tushuntirib turib kichiklarga deb tursak bolalarmi deb hozir shu kichigi buni agar qo'yib kichik tarat qiling desangiz shu shundoq nima qildik shu tushuntirib biz tushuntirib bo'lgan shu narsa lekin uyqusi kelish kelsak men ham tushuntirganim yerib qolganda his qilyapsiz badaningiz sizga bir o'tirib ol deyotamdi yoki bo'lmasa yetib ol deyotamdi ko'zingizni yummangiz kelyapti yoki bo'lmasa beshingiz qo'ygandek bo'lyapsiz qanday his qilyapsiz deb bakrak so'rab anandan keyin uyqungiz kelgan bo'lsa ko'zingizni yumib qo'ysangiz degandek har xil usullar endi u endi bolalarningki nimasiga o'xshamaydi-ku. Endi oxirsida oxirida shu mana kitobda yangi keldi. Yana ko'raman sizlarga. Bu kitobni shu men bir o'qigan men bir yozuvchi men tavsiya qildi. Men shu xil narsalarni his qilib bo'lgandan keyin to'g'ridan izlab qilsam bir Beyond Behavior deydigan bir kitob bor ekan. U kitobning o'zi men yo'q Kindle'ga tushirib qo'yibdiman. U yozuvchininki yozgan narsalari shu sezim, andan keyin hamma bolalarninki neyro qurilmasi o'xshamaydigan, sezim o'xshamaydigan, bo'g'ashqa o'xshamaydigan narsalarni o'xshamaydigan bolalarga o'xshamaydigan qaraymiz, o'xshamaydigan analiz qilamiz deb tushuntiribdi. Xuddi bir bolalarninki bir bo'lmaydigan bir qilmaslarga
balalarni urdigan yoki bo'lmasa qo'lni tishlaydigan yoki bo'lmasa balalarni tishlaydigan balalarni beka-bekadan kelib tutib boqadigan bir xil haddan ziyod bir xil g'alati qiliqlar bo'lib qolsa, u qiliqlar diqqatimizni yig'ib olmay, u zoti nima ish qilsa qildi degan narsalarga bakrak diqqat qilaylik degan bir kitobga, xuddi bir Mustaqni misol qilib ko'pincha Mustaq bo'lsa, Mustaqning cho'qqisi bilan qarab olmay, Mustaqning ostida nima ishlar yuz beryotidi degan narsaga bakrak diqqat qilsak, u anonikin ostidan yana masalalar ko'rli va maytga. Bu Mustaqning cho'qqisi ko'rilib bilan uni to'xtaman deb bilan o'ylab olsa, u Mustaq og'zini chiqib degan gap, balkim boshqa shaklda chiqilishi mumkin degan gap. Shundoq jiq misollarni keltirib, shundoq tafsil yozgan kitobga Beyond Behavior deb Dr. Mona deb xohlasangiz men aslo yozib qo'yay. Shu yozuvchi mana shu kitobni tavsiya qildi. Bu kitоб shu 8-sezimninki shu o'zimizningki ishki azarimizningki bizga bergan signallar orqali bizningki shu hissiyotlarimizga qanday ta'sir qilganligini tushuntirgan kitob ketdi. Oldingi kun keldi, shu men tafsili o'qib baxmadim. Xohlasanlar tan o'qayli, tan mundashayli, tan fikrlashayli degandek. Shunga tamam, undan shu. Siz shuni undan vaqtni bir yerda qolibdi. Rahmat, yaxshi yana tafsili tushuntirib berganingizga. Rahmat. Endi shu keyingi sonni temasini o'ylashdik. Mana shu bol baqish jarayonidagi ayolning munosabatidagi masalalar. Masalan, ko'rilgan ahvollar deymizmi? Qiziqarli ishlar. Masalan, bizning tunji balimiz bo'lgandan keyin bizda nurg'un biza egizpasliklar bo'lgandi, nurg'un masalalar qaratamiz bol baqish to'g'riliq. Oqidan hormonning sabablari deb analiz qilib boqdik. Lekin subhanalloh maktabni tikka zodi bu kitob elib bu kitob hamda inglizcha o'rganmagan do'stlarimizga tushuntirib o'tsam, shu baldan keyingi yo'ldoshingni baldan keyin qanday qilsang, yo'ldoshingni o'shib qolmaysan. O'shmanlik bilan qaramaysan degan kitobga buni hamda ikkimizlar to'liq o'qimadik, lekin dastlab boshida o'qib yerimiga katta. Yes qilganimiz shu shunaqamda amlatamiz bildigan mufhumga biz faqat o'ylab boqmagan ekanmiz. Yaratuvchimiz er bilan ayollarni o'xshama yaratdik. Bu mingimizniki qurilishi anaqadan imkon qaytirishimiz ahvollarga o'xshamagan ssenariyolarga bizni o'xshamagan imkon qaytirishimiz degandek. Shundoq men ishmanki hammamiz bilamiz bu hukmni. Lekin shu turmush jarayonida deb o'tgan birsi charchashli qanaqadan o'zaro ba'zan vaqtda mondishib turmsak o'xshamasliklar bo'ldi. Shu 3-sonimizda mush balbaq jarayonida ayollarniki qiziqarli temalarni, bo'lgan qiziqarli ahvollarni munozara qilmoqchi ya bo'lmasa cho'qim turmushimiz yana mush sabablar bilan ko'ngilsizlik ishlar bo'lgan ehtimolliklar bo'lishi mumkin. Shunga hamda biz ikkimizning orzu qilganimiz shu, ya'niki agar mushtimi to'g'riliq savollaringlar bo'lsa, qiziqarli ahvollar ko'rilgan bo'lsa, agar xohlasanglar so'z qoldirsanglar, biz shuni qarata kelasi sonimizda shuni shu ayol orasidagi munosabat to'g'riliq bir qisqacha suhbat to'plamoqchi. Shuni bir tashabbus qilay. Men bir narsa qo'shib qo'yamiz. Avval so'zlagan narsamda, masalan biz dedik-ku, masalan bolalarningki shu signalsiga biz qarata bergan inkosimiz bek muhim deb, lekin bu bek tez. Shu boshda shu o'zimizni tanishimiz bek muhim bo'libmi, ayollar bek tez, chunki atdiyaning kechgacha bolalar bilan bo'lib, masalan yangi bola tug'ib bo'lgan ayollarga nisbatan o yangi bola tug'ib bo'lgan ayollarningki
bedende signallar deyimdimi, egizbeslikler buldu. Hormon deyimiz, vaxtida tamaq yeyemeyimiz deyimiz, vaxtida suyunu içemeyimiz, balanın uyqumuz egizbes. Bunda vaxtida deyimdimi, yaxşı bir inkaz qaytırışımız bək təz. Şu an əgər yardım soruyalıqda bolsanlar, mən təşəbbüsüm, yardım soranlar bulmasa, birər işençlik dostunlar bolsa, paranlaşıb duramsızlar, yapımızdan monlaşıb duramsızlar. Ya, onu bizə söz qaldırırsanlar. Faydalı. Mən 2 gün burun bir grup qurdum Facebookda. Əgər xalısanlar, şununla paranlaşıb dursaq buldu. Bu grupni quruşumdan səbəbi ata-analarga hər qandaq yaşdakı balalar bilan boğatqan hər qandaq məsələlərni sorusmu buldu. Məsələn, mənim balam hazır bunda məsələ görüb-atıdı. Meninki şunda ahvalı oxşab gedadigan ahvallar barmı? Bunu sizlər qandaq qaraysızlar deb bir-birimizga yordam qilsak, bir-birimizdan jiqroq paranlaşsaq degan bir maqsadki guruh, ismi Yurak Parem. Öyle video nasıl yazıyorsun? Yazıp qo'yay. Şuna jiqroq mondasak, jiqroq paranlaşsak, anikin tegimdimi balalarni yaxshi yetaklasak degan shu maqsadda qurdim. Xohlasanlar qo'shilasizlar, jiqroq mondashaylik. Shu gapim. Burada onda olsa sizlarniki oxirgacha ko'rgan qarindoshlarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Hammalarniki bu yilgi Navro'z bayraminglar muborak bo'lsin. Shu yangi bahor kelganda hammamizniki ishlarimiz tag'mi ro'naq tepib, turmushimiz tag'mi baxtli bo'lib, hammamizniki oil qarindoshlarimizniki barliq mush ko'rilmalarniki sog'-salomat, xushal-xuram o'tishini chin ko'nglimizdan tilaymiz. Yana bir qitim ko'ngilga rahmat. Kelakisanda so'z qoldirishni unutmanglar. Her ayollar to'g'ri so'zishimiz bor. Aman bo'linglar. Kelakisanda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xo'sh.